Hozir arendator kelyapti. Sen mashina purishsan. Mashinani yomon urintirib yuborishyapti. Shunga nima qilsam bo'ladi? Nima maslahat berasan? Ko'p arendatorlar mashinani hozir shuni bo'lib to'lashga berib yuboryapti, nasiyaga. Sen berib yubor shuni qilib. Ana o'zi ham kelyapti, hozir ko'rasan mashinani. Mashinani yana qirib oldingizmi? Ahvolini qarang. Hozir o'rtog'im bitta gap aytib qoldi. Menga ma'qul keldi. Agar sizga ham ma'qul kelsa, mashinani bo'lib to'lashga o'zingiz olavering. Menga kerak bo'lsa endi urintirib yubordingiz mashinani. Uka oyiga 1,5 million arenda to'layapsiz ekan. Undan ko'ra 2 yilga bo'lib to'lashga 3 millionni olib bering. To'g'rimi o'rta? Menga ma'qul. Siz nima deysiz shunga? Ha, mayli, o'zimniki bo'lib qolar ekan. Mashinani qiynasam o'zim yuboraman. Keldingmi bolam? Vaqt amalla mahal bo'lib qoldi. Arenani berdingmi qilib? Shu sizdan so'ramam bitta ish qilib qo'ydim. Ana men ekan mashinamni 2 yilga variantga olib qo'ydim. Nimalar deyapsan? Sen uyqusiraman gapir. Men dori-darmon nima bo'ladi? Kommunal to'lovlar nima bo'ladi? Qonunimiz nima bo'ladi bizga? O'ylab-o'ylamay ish qilaverasanmi? Bu nasiyaga bergan bo'lsa, picha pul qo'shilib qolgandir ustiga. Bu ko'karishi qiyin bo'ladi, bolam. Ota, meni ham o'ylang, qachongacha birovlarning mashinasini men yuraman. 2 yil qiynalamiz. O'zimizga qoladi shu mashina, qutulamiz keyin. U mashina o'zingga qolgancha shala xurda chiqib ketadi. Itam chiqmaydigan mashinangga. Tushunmas ekansizda-da. Hammasini qilib bersam bo'ldimi? Men uzaman, ko'rasiz. Tushuning bir albatta meni ham. Mayli bolam. Nima bo'lsa ham bolam sen ishingni oson qilsin.